Bismillahirrahmanirrahim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda bir kichkina Abu Mahzura ismli yigit bilan bo'lgan voqeasi. Abu Mahzura makkalik bir yosh yigit edi. U o'zini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan bir ajib qissasini siz bilan bizga so'zlab beradi. U yigit aytadi: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hunayn g'azotiga chiqib, qaytib sahobalar bilan kelayotganda Makkaning tashqarisida do'stlarim bilan o'ynayotgan edik. Rasululloh qo'shini bilan qaytib keldida, bu vaqtda men payg'ambarimizni yaxshi ko'rmas edim. Chunki payg'ambarimiz Makkani yaqinda fath qilib, Hunayn g'azotiga chiqib ketgan. Do'stlarim bilan o'ynab turgan joyimizga payg'ambarimiz kelganida sahobalariga shu yerga to'xtab dam olinglar dedi. Sahobalar biz oldimizda to'xtadi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Bilol roziyallohu anhuga ozon ayting namozga dedi. Bilol roziyallohu anhu ozon aytdi, ovozi butun vodiyni to'ldirdi. Bilol ozon aytar ekan, men do'stlarim bilan uni masxaralab, har bitta aytayotgan so'zini qaytarib takrorlab turdim. Do'stlarim ichidagi eng baland ovoz bilan baqirib masxaralagan men bo'ldim. Bilol ozonni aytib bo'lgandan keyin payg'ambarimiz bizni oldiga olib kelishni buyurdi. Hammamizni Rasululloh oldiga olib kelishdi do'stlarim bilan. Hammamiz qo'rqib turdik. Ko'proq men qo'rqdim. Chunki ko'proq baqirayotgan men edim. So'ngra payg'ambarimiz bizga qaradilarda tabassum bilan ichinglarda qaysininglarda ovozinglar baland chiqayotdi ozon bilan. Do'stlarim menga ishora qilib qo'yishdi, mana bu. Payg'ambarimiz do'stlarimga sizlar yigitlar ketaveringlar. Sen qolmadi. Yana qo'rquvim ziyoda bo'ldi. Yuragim taka-puka bo'ldi, yuragim chiqib ketay dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni oldiga keldida, qattiq qo'rqib turganligimni ko'rib, qo'li bilan, muborak qo'llari bilan meni boshim bilan ko'kragimni silab qo'ydi. Raufur Rahim bo'lgan zot. Rasululloh qo'lini olishi bilan qalbimdan qo'rquv ketdi. So'ngra payg'ambarimiz menga ozonni o'zi ta'lim berdi. Ozonni o'rgatgandan keyin endi borib musulmonlarga ozon aytib berdi. Borib musulmonlarga ozon aytib berdi. Ozonni aytib qaytib kelganimdan keyin payg'ambarimiz duo qildi. Barakallohu fika va baraka alayka. Allohning senga barakati bo'lsin, ustingga Allohning barakasi yog'sin dedi. Mana shu kundan boshlab qalbimda Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbatdan boshqa muhabbat qolmadi. Bu ikkisiga bo'lgan muhabbatimni vasfi yo'q edi. Ozon aytib, qalbi undan huzurlanganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, buyuring, Makkada ozon aytadigan men bo'lay" dedi. Yosh yigitcha payg'ambarimizdan shunday bir sharafni so'rayaptiki, birodarlar, qiyomat kunida bo'yni eng uzun bo'ladigan kishilar muazzinlar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Muazzinlarga ularning ovozi yetgan joygacha bo'lgan ajr beriladi. Muazzinlarning darajasi mana shunday bir ulug', shunday bir fazilatli ish egalari ular. Abu Mahzura ozon aytib bu huzurini ko'rganidan keyin Rasulullohdan shu talabini aytdi. Rasululloh unga labbay dedi. Seni ozon aytuvchi qildim, buyurdim dedi. Bu yosh yigitcha xursandligidan yugurib Makkaga qarab kirib ketdi. Makkaga yetdi-da, Ato ibn Usayd roziyallohu anhu uyiga kirdi. Bu kishini payg'ambarimiz Makkaga boshliq qilib qo'ygan edi. Kirdida Rasululloh meni Makkaga muazzin qilib tayinladi dedi. Qarang qanday odamlar, nimalarda ishqida, nimalarda havasida yurgan yoshlar. Bizda ham shu narsa bormi? Biz ham bir xayriyatga intilamizmi? Odamlarni ozon bilan Allohning masjidga chaqirishlik sharafiga biz ham noil bo'lishni xohlaymizmi? Nimalar bilan avvor bo'lib yuribmiz? Abu Mahzura roziyallohu anhu Makkani muazziniga aylandi. U kishi umri davomida ozon aytdi. U kishi vafot etgandan keyin u kishining farzandlari aytdi. Ulardan keyin ularning nabiralari aytdi. Abu Mahzura payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday bir duosi bilan, barakoti bilan muazzinga aylandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetimlar bilan qanday muomala qilgan? Abdulloh ibn Harom roziyallohu anhu Uhud g'azotiga chiqib ketar ekan o'g'liga aytdi. O'g'lim, men shahid bo'ladiganga o'xshab turibman. Yuragim sezyapti. Men o'lganimdan keyin singillaringizga yaxshi qarang. Qarzlarimni uzib qo'ying dedi. Chiqib ketdi. Aytganidek Alloh taolo kishiga shahidlikni nasib etdi. Otasidan katta qarz qoldi va ko'p singillari qoldi.
Faqir edi u kishi. Jobir ibn Abdullah. Jobir ibn Abdullah. Otasidan olgan qarzni uzolmayotgan, mayda singillari bilan qolgan. G'azotlardan biridan qaytib kelar ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Jobir ibn Abdullah mingan tuya qariligidan qo'shindan orqada qolib ketar edi. Payg'ambarimiz uni ko'rib turib, yur tez-tez. Hammamizni qoldirib yubording-ku. Qimirlamaysanmi? Ivirsib yuraverasanmi? Demadi. Chunki u zot rahmatan lil alamin bo'lgan zot edi. Har bitta odamga o'ziga loyiq muomala qila olardi. Va innaka la ala xuluqin azim degan Alloh taolo u kishi haqida. Payg'ambarimiz qo'shindan orqaroqda qolib Jobir bilan tenglashdida, "Ey Jobir, nimaga tuyas sekin yuryapti?" dedi. Ko'rib turibdi nimaga sekin yurayotganligini. "Ya Rasululloh, qarada" dedi. "Har qancha oldiga tursam yurmayapti" dedi. Shunda "Qani qo'lingizga tayoqni berib turing" dedi. Tayoqni olib turib, tuyasini urib qo'ydi. Rasulullohning qo'li barakot. Haligi tuya yosh tuyadek endi oldiga chopqilab ketdi. Endi Jobir ibn Abdullah tuyani to'xtata olmay qiylandi. Oldiga o'zib ketyapti, to'xtata olmayapti. Payg'ambarimiz tenglashib olib turib, otasi o'lganini biladi. Holi halokligini biladi. O'zi ham yetim bo'lgan, o'zi ham faqir bo'lgan, o'zi ham qiyinchilikni ko'rgan, yetim bilan qanaqa muomala qilishni payg'ambarimiz biladi. Rasululloh u boshqa rahbarlarda bo'lgan emas. Davlatmand oilada tug'ilib, mashaqqat qiyinchilikni ko'rmasdan otasini puliga katta bo'lib qolib, qalbida rahm shafqati bo'lmagan odamlarga rahbar bo'lmagan payg'ambarimiz. Tenglashdida, "Ey Abdulloh" dedi. "Otangizdan keyin ahvolingiz qalay?" dedi. "Rasululloh, otamdan katta qarzlar qolgan, uzolmayapman. Mayda singillarim qolgan." "Ey Abdulloh, uylandingizmi?" dedi. "Ha, uylandim" dedi. "Qiz bolaga uylandingizmi, juvonga uylandingizmi?" "Singillarimga qaraydi deb, ishlarni tadbir qiladi deb, juvonga uylandim, mahar arzonroq" dedi. Deganda payg'ambarimiz, "Ha, qiz bolaga uylanmabsiz-da. U sizni o'ynatar edi, siz uni o'ynatardingiz" dedi. Xijolatlanib bir kayfiyat ko'tarib oldi. So'ngra payg'ambarimiz o'zini qo'li sababli barakotli bo'lib qolgan tuyani qarab, "Tuya zo'r ekanmi? Sotmaysizmi menga tuyangizni?" dedi. Xullas savdolashdi, yaxshigina mablag'ga kelishdi. Madinaga yetib borganidan keyin Jobir roziyallohu anhu tuyani payg'ambarimiz uyiga jo'natdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam pulini jo'natib yubordi. Ertasi kuni tongda chiqib payg'ambarimiz tuyani ko'rib, "Bu kimning tuyasi?" dedi. Rasululloh, "Kecha siz sotib olgan Jobirning tuyasi" dedi. "Mendan hadya olib beringlar" dedi. Qarang, ehtimol to'g'ri bersa olmasa kerak edi, lekin yo'lini qilib qaytarib berdi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin Jobir roziyallohu anhuni otasini qarzlarini talab qilib haqdorlar kelishdi. Payg'ambarimiz oldiga kelib shikoyat qildi. Ya'ni uzodigan hech narsam yo'q. Nima qilaman? Payg'ambarimiz haqdorlarni chaqirdida, "Shahid birodarlar uchun kechib qo'yinglar bu qarzni." Haqdorlar unashmadi. Shunda Jobir roziyallohu anhuga payg'ambarimiz xurmolaringizdan pishganlarni terib keling dedi. Ozgina xurmosi bor. Mevasi ham juda ozgina. Bitta haqdorga ham yetmaydi. Lekin rahmatan lil alamin Rasululloh bir narsani buyurdimi deb orqasida hikmati bor. Borda terib kelib qo'ydi. Haqdorlar ham kelishdi. Shunda Jobir roziyallohu anhu payg'ambarimiz nima qilishiga hayron qarabdi. Lekin qalbida hozir bir mo'jizaga guvoh bo'laman degan ishonch bor edi. Aytganidek, payg'ambarimiz ana shu savatda turgan, idishda turgan ozgina xurmoni olib tortdi, haqdorda bittasini bir rozi qildi, ikkinchisini rozi qildi, xurmo ozaymayapti. Tortdi, hammasini rozi qildi, xurmo ozaymadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mo'jiza sodir bo'ldi. Payg'ambarimiz yetimga qanaqa muomala qilishni bilgan zot edi. Sollallohu alayhi vasallam. Biz uchun ibrat. Rasululloh sahroyi bo'lgan, arobiy bo'lgan odamlar bilan ham muomala qilishni juda yaxshi bilgan. Zohir. Sahroiylardan Zohir ismli kishi. Qachon Madinaga kelsa, sahrodan topgan narsasi qatiqmidi, sutmidi, nimaga ko'tarib kelib payg'ambarimizga olib hadya qilar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham unga ketayotganida Madinadan topgan xayriyatini berardi, shunday qilib chiroyli ulfatchilik bor o'rtada. Payg'ambarimiz aytardi, "Zohir bizning sahroyimiz, bodiyamiz, biz uning hozirimiz" dedi.
Kunlardan birida Zohir ibn Harom, Zohir roziyallohu anhu payg'ambarimiz uyiga keldida, payg'ambarimizni topolmadi. O'zini sog'a salomlarni olib kelib tashadi, faqirona. Lekin sog'a salomda birodarlar, payg'ambarimiz tahaddu tahabbu degan. Tahaddu tahabbu, hadiya ulashib turinglar. Hadiya ulashib turinglar, bir-biringizga muhabbatinglar oshadi degan. Zohir ibn Harom ozgina hadiyasini qoldirdi, chiqib ketdi. Ozginadan keyin payg'ambarimiz kelganlarida endi uyga kirib kiyimlarini bir yechib turganida Zohir keldi, siz istabdi. Yana keldimi? Kelaverar ekanda, men ham ozgina deb olgan vaqtim bormi demadi. Biz u fe'limiz tor bo'lib ketganligidan, asablarimiz qarang bo'lib ketganligidan 2 marta kelib qo'ysa bo'ldi, kelaverasanmi? Qanaqa bu? Men bekarchimanmi senga? Qaranglar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yelkasida vahiyni yetkazishiga omonat turibdi. Ummatni tashvish qilgan zot uyiga kelgan odamga uni qalbini kasb qilishigini qarang, sababi nima edi? Zohir keldimi dedi. Qayoqqa ketdi? Bilmadi, Rasululloh chiqib ketdi. Shuni kiyimini kiydi, chiqib tashqariga. Qayoqqa ketishi mumkin Zohir? Masjidda bo'lmaydi. Qarang, keladi agar kerak bo'lsa haqiqatdan. Biz Rasulullohni tanimaymizki, muhabbat qo'ya olmayapmiz, Alloh talab qilganidek. Biz tanisagina yaxshi ko'ramiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Masjidda bo'lmaydi. Bozorda bo'lsa kerak. Ha, bozorda bo'ladi. Chunki olib kelgan o'zini matohini sotgani bozorga boradi. Bozorga bordi. Bu vaqtda Zohir o'zini olib kelgan matohlarini qo'yib savdo qilib turgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu bir sahroyini ko'ngli uchun rahmatan lil alamin bo'lgan zot sekin orqa tomondan keldida Zohirning ikkala qo'lini qo'shib turib shunday quchoqlab mahkam siqib yerdan ko'tarib oldi. Zohir orqada kim ushlaganini ko'rmayapti. Qo'yver meni, qo'yver deyapti. Sahroyi ancha-muncha hazilda tushunmaydi. Xavotir, chunki qo'limni ushlab tursa biror narsani biror ko'tarib kelsa, eplolmay qolaman deb qo'yver meni, qo'yver deb qoldi. Zohir shunga jahli chiqib turganda, orqadan ushlab turgan odam yetmagandek qul sotaman deb qo'ydi. Zohirning jahli yana ko'p qattiq chiqdi. Meni qul dedimi? Qo'yver meni, qo'yver deb baqirib qoluvdi. Atrofda sahobalar uni ovozini eshitib yugurib kelishdi. Nima bo'ldi ekan deb. Shunday qarashdi-da, orqada turgan zotni ko'rib, hammasi tabassum qilib orqasiga qaytib ketishdi. Shunda Zohir kimni quchog'ida turganini. Kimni quchog'ida turganligini Zohir tushundi. Qo'yvorishini xohlamadi. Rasulullohning muborak quchog'ida turardi. Rahmatan lil alaminni ko'ksiga kuraklarni tegizib turar edi. Payg'ambarimiz yerga qo'yib qo'ygandan keyin Zohir qarab turib, "Ya Rasululloh, meni sotasizmi?" dedi. "Meni sotasizmi?" dedi. "Meni kim ham olardi? Qora bo'lsam, sahroyi bo'lsam, xunuk bo'lsam, bozoringiz kasob bo'ladi" dedi. Rasululloh esa, "Ey Zohir" dedi. "Siz Allohning nazdida kosib emassiz. Allohning nazdida qimmatsiz. Alloh sizlarni suratingiz, jasadingizga qaramaydi. Qalbingiz va amallaringizga qaraydi" dedi. Mana shunday bir sahroy bilan payg'ambarimiz kamtarona, sodda muomalani qilyapti. Shu bilan ularning qalblarini kasb qilgan. Shu bilan ularning muhabbatiga loyiq bo'lgan, muhabbatini sazovor bo'lgan. Bizda-chi, ozgina pulimiz ko'payib qolsa, ancha-muncha odamga qo'limizda bittasini zo'rg'a beramiz. O'zimizdan ketib qolamiz. Siz bilan bizga ibrat bo'ladigan zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U zotga salom va salomatlarimiz bo'lsin. Qiyomat kunida u zotning shafoatida o'tirishimizni hammamiz Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.